Namangan gullar shahrida bekorga aytmas ekanda. Qo'yxonani oldiga shunaqa zararli daraxtlarni ekib qo'yibdi akamiz. Namanganga kelganmiz. Qayer bu yer uka? Qo'g'ay qishlog'i, Abduvohid akami uylariga keldim. Zo'r ma'lumotlarni olamiz hozir. Bu akamiz bo'rdoqchilik bilan shug'ullanar ekan. Qo'ydi semirtirish, go'shtga yetishtirish. Hormanglar endi. Vohid aka. Bor bo'ling, keling. Sizni maqtab kelyapman aka. Eshitdagi gullargacha ekib qo'yibdi, archalargacha, qimmat gullargacha deb. Juda ham aka ishqiboz odam ekansiz. Xudo xolasa. Bizga shu bo'rdoqchilik bo'yicha qo'ldan kelgancha yangi o'rganayotgan aka-ukalarimizga ma'lumot berib borasiz. Inshaalloh. Manfaatli bo'lsin, iloyim. Sizni hali gapingiz uchun keldim men aka. Aytdingiz-ku, "Bali men bir buni o'rgangunimcha, joylarni solgunimcha picha pul topib yo'qotdim. Shunaqa ziyon qilishmasin." Yo'qotishlar bo'ldi. Endi inshaalloh bu videomiz manfaatli bo'lsin. Bilganlarga bir takrorlash. Bilmagan yurtdoshlarimizga, aka-ukalarimizga, chorvaga yangi kirib kelayotgan ukalarimizga bir qandaydir bildirsak, qo'yxonani qurayotganimizda boqayotgan qo'ylarimizga sharoit qanday bo'lishi kerak? Avvalida biz 3-4 urinishda biz qayta buzib qurib ancha pul yo'qotdik. O'ylashimcha hozirgi holatga yetib keldik. Xudo xolasa normal holatga yetib keldim men. To'xta aka, necha bu joyimiz? Hozir bu joyimiz uzunligi 36 metr. Uzunligi 36 metr. Eni 6 metr. Eni 6 metr. Nechta qo'yishga joy bo'lyapti? 31 metrda qo'ylarga joy bo'lgan. 5 metr mana bunday hashakxona. Drabilkalarimiz, hashaklarimiz, mana shunaqa joylar qurganmiz o'zimizga sharoit. Bu yerda hozir biz meshalka ololmadik, lekin meshalkaning o'rniga mana supalardan foydalanamiz. Hozircha. Uni hali video davomida ko'rsatamiz, oziqa tayyorlashimizni, xudo xolasa. Mana oxirlarini tashqariga oldik, suv idishlarini tashqariga oldik degandek, hozircha bo'rdoqchilikka mana shu yo'nalishda boryapmiz. Aka, yangi joyingizni ham olaylik. Katta yo'qqa yuring. Aka, bu aytib o'tingchi, to'xtaga, buni hozir tagi qanaqa quruq turibdi? Tagi quruq turishining sababi tepadagi ventilyatsiya tuynuklari, o pastda turibdi ventilyatsiya tuynuklari. Havo almashadi va mana bu tepaga qo'yilgan samotok o'zi tortadigan. Tepada ham turibdi. 400 ob'yomlik 6 metrli turbalarimiz bor. Havo aylanadi. Birinchidan hid bo'lmaydi. 6 metrga 4 metr quramiz. 4 metr mana bu devordan oxirigacha 4,5 metr. 4,5 metr. Kengroq bo'lgani sababi qo'yni tagi zaxlab chilla bo'lib ketmaydi. Qishda ham yaxshi turadi. Qishda ham quruq turadi. Quruq tursa qo'yni oyog'i orib qolmaydi. Keyin yerda yotgan qo'yni ko'proq aliga o'pka shamollashlar bo'lmaydi. Ichiga yog' olish yaxshi bo'ladi. Yerda yotgan qo'yni. Oz rasxod qilib ko'proq daromad qilasiz, ko'proq natija olasiz. Energiyani otishga sarflamaydi bular. Tanasiga ishlaydi. Qish kunida mana koridorni bekitadigan bo'lsak, mana shu qo'yxonamiz 6 gradus plyusda bo'ladigan bo'lsa, qo'y yeyotgan oziqani energiyasini sovuqqa sarfga emas, organizmda o'sishiga sarflaydi. Voy mashalloh. Mana qilib bekitib qo'yasiz. Bu koridor vaqtinchalik bekiladi. Chillada bekiladi. O'shanda 6 gradus shuyimiz plyusda. O'shanda qo'y ves olaveradi. Adashmasam 70-80 tacha qo'y turar ekan bu yerda. Deydi 75 o'rinli qo'yxona. 75 o'rinli. Har biriga 15 tadan soladi. Har biriga 15 ta. 75 o'rinli. O qarang 75 ta bu yoqda. 75 ta. U yoqda endi yana bir 30 ta bor. Yangi joyimizga olamiz. 36 shunaqa. Yangi joyda olamiz. Qoyil zo'r. Qo'ylar ham maza qilib yotishar ekanda keyin. Albatta maza qiladi. Bu suvlarini olib keldik, yer ostidan qildik suvlarini mana. Qo'ylarni ham juda toza pokiza semirtiribsiz endi buni. Qo'ylar chilla bo'lmaydi.